Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa 22-noyabr o'tar kechasiga Sankt-Peterburgdan Tosh-Samarqand yo'nalishi bo'yicha uchayotgan aviaqatnovimiz registratsiyamiz boshlangan. Xudo xolasa bundan keyin esa Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi kechasiga uchayotgan aviaqatnovlarimiz bor. Hurmatli do'stlar, qaytarib o'tamiz. Qanot sharhlarida kilogramm 600 rubl. 600 rubl kilogramm. 23,5 kilogacha mumkin. 23,5. 23,6 bo'lsa ham 600 rubl berasan deb turib oladi. 5 kilo 500 bo'lsa o'tadi, 5 kilo 600 bo'lsa ham o'tmaydi. O'shaning uchun iloji boricha qaytarib o'taman. Norma bagaj bilan kelganlarning sizlarga vizit. Agar bagajlaring ko'proq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston havo yo'llariga bemalol olaversalaring bo'ladi. Chunki 2000-3000 razn saqladi, o'sha bagaj olib keladi ko'plar. Ko'pincha bilaman, biz xafa bo'lmaysiz, ko'pincha ayollarimizda juda bagaj, rushnoy, hamma narsa ko'p bo'ladi. Bizda o'zimda ham qarindoshimda shunaqa bo'ladi, boshqa hamada, lekin ayol kishida bagaj ko'p bo'ladi. Hamma narsasini olib ketmoqchi bo'ladi. Lekin Nevigitnada masalan ko'raman, ichim achiydi-da, misol uchun 20 kilo olib kelsa 12,000 to'lash kerak bo'ladi, lekin u so'mkani ichida 12,000 narsa yo'q bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, kengroq tarqatib qo'yinglar. Mana bu yerda ko'rilgan raqamlarda saqlanib qo'ysalaringiz, istoriyalarimiz chiqib keladi yoki kanalimizga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Biz esa murojaat qilaverasizlar. Aviakassa aviasor har doim sizlar uchun xizmatdamiz.